Siz birodar kelin tomondan o'g'lingizga bu narsalar kelishligiga rozi bo'lganingiz, bu narsali bo'ldik, endi yutdik emas, birodar, yutqazdingiz siz. Hamiyatni, or-nomusni, erkaklik sha'nini siz boy berdingiz, birodar. Buni qaytib tiklab bo'lmaydi. Shuning uchun birodar, Alloh taolo sizni o'zingizga yutuq bersin, sizni o'zingizga g'alaba bersin. Shunday oila rahbariki, birodar, qiz tomonidan bizga hech narsa kerak emas. Tamom. Hamma xarajatlarini, to'yini, valimasini, mahrini hammasini o'zimiz qilamiz. Qizlarini bersalar bo'ldi. Alloh taolo shunday oilalarga fazilat berdi. Mana yoshi kattalar turibdi. Uylanganlaringizda ayollaringiz nima bilan kelgan o'zi? Bitta ko'rpa, bitta yostiq, bu narsa bu narsalar bilan kelgan. Alloh taolo sizga hozirgi vaziyatda nimalar berdi, birodar? Siz o'ylaysizki, sizni o'g'lingizga bermaydimi? Kelin tarafdan olgan 4 ta mato'ingiz sizga kerakli bo'lib qoldi, birodar.